Assalomu alaykum azizlar, omonmisizlar? Qo'yniqo'rg'on shahri Xamirjoq qishlog'iga salomlar bo'lsin. Sho'rqo'rg'on qishlog'idan qo'shni qishloqqa o'tib kelgan edik. Xudo xolasa ajoyib sentrdamiz. Xamirjoq qishlog'i juda ham tanishlar ko'p, aka-ukalar. Juda ham hurmat qilamiz. Biz bilan hamma nafas bo'lib, juda ham yaxshi ishlarimizga ko'makdosh bo'lib kelyapti. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Xamirjoq qishlog'ini hozir bir ziyorat qilgani keldik. Hozirda bir ajoyib masala qilamiz insonlarga. Choyxonasidan oldaymiz. Maktabda oldida. Sog'ingan insonlar bo'lsa, chetda yurgan insonlar bo'lsa, kranchadan suv to'xtagan yog'lar. Kranchadan suv olishyapti uni. Azizlar, video olishdan maqsad Xamirjoq qishlog'ini juda hurmat qilamiz, hurmatimiz bilan. O'zimizda qarindoshlar ham bor. Qarindoshlardan tashqari shu yerda bir Xamirjoq qishlog'ida Abu Bakr degan ukamiz bor. Juda ham aktiv inson mana shu kishi ham. Ko'p Sho'rqo'rg'on ahliga yordam berib turadilar, xayriya ehsonlari bor. Alloh rozi bo'lsin. Shunga o'xshagan kishilar ham Xamirjoq qishlog'idan ko'p aktiv insonlar. Video olishdan maqsad hozir bunday yo'llarni ko'rib o'tib, Xamirjoq qishlog'ida asfalt bo'lgan paytda bizda ko'p joylarimiz asfalt yo'q edi. Lekin Xamirjoq qishlog'ida ko'p joylarda asfalt bor edi. Ko'chka qishlog'ida ham o'sha paytda ko'p joylar asfalt edi. Даже ko'chalar ichigacha asfalt edi. Ko'chka qishlog'iga ham bordik, asfaltlari ham juda ham yaroqsiz holatga kelib qolgan. Bir taklif bilan chiqqan edim. Bu Xamirjoq qishlog'ida ham ko'zga ko'ringan insonlar ko'p, boburiy insonlar ko'p. Bizga nisbatan bu yerda boylar ham ko'p bo'lsa kerak adashmasam. Xudo xolasa biz ham mana shu Allohning izni bilan birlashib, bir yoqdan bosh chiqarib xalqimiz bilan qo'ni-qo'shnilar pul tashashib o'zlaring guvohi bo'lgansizlar. Adashmasam Sho'rqo'rg'on qishlog'ining bir 80% asfalt bo'ldi. Shu yangi mahallalar qoldi. Inshaalloh yig'im bo'lib ketadi. 2 yil ichida 80% joylar hamma joy asfalt bo'lib, shu juda ham chiroyli holatga keldi. Bizga uncha qimmatga tushmadi. Nega? Desalarning shu birlashib, bir yoqdan bosh chiqarib, ba'zi bir ko'chalar 40 ming rubldan yig'di, ba'zi bir ko'chalar 50 ming rubldan yig'ildi. Prosta yo'l qilgan qanchalik katta savobligini bilasizlar. Yo'l qilgan, ko'prik qilgan, suv chiqargan. Xudo xolasa albatta bu narsa Xamirjoq xalqini hurmat qilamiz. Mana shu yerlarda hozir keldimmi, bir mehmondoshchilikka keldimmi, yo'llarni ko'rib, bu narsa Xamirjoq qishlog'iga yarashmaydi. Oldin qanaqa edi asfaltlari, havas qilardik. Bizda uncha asfaltlar yo'q edi Sho'rqo'rg'on qishlog'ida. Xamirjoq qishlog'iga kelganimizda ko'p joylar asfaltda bu yerda. Hozir o'sha asfaltlar yaroqsiz bo'lib qolibdi. Biz o'sha paytda havas qilar edik. Hozir ko'rdimmi, Xamirjoqda qanchadan-qancha insonlar bor, ularga yarashmaydi bu asfaltlar deb biroz taklif bilan chiqdi. Xudo xolasa shu asfalt bo'lib ketsa juda ham xursand bo'lar edik. Inshaalloh biz ham qarab turmaslik, Sho'rqo'rg'on xalqi Xudo xolasa be'tiborga qoldirmaslik, shu narsaga biz ham qo'ldan kelgancha maksimal harakat qilib podдержка berardik. Xudo xolasa bizda ham Xudo xolasa saxiy insonlarimiz ko'p. Shu mana shunaqa ishlarga aktiv, asfalt qilsak pul beradi, ko'prik qilasa, suv chiqarsa pul beramiz degan insonlar ko'p. Albatta bu narsani Xudo xolasa bir bismillah deb boshlab olsalaring, qo'ldan kelgancha biz ham podдержкада Xudo. Sentralni ko'cha, katta asfaltdan tushib kelayotgan ko'cha, sentralni ko'chalar. Xudo xolasa uni. Xudo xolasa bilmadim, 2 metr qolgan xolos o'tadi. 2 metr qolgan, bu ham sal yaroqsiz. Xudo xolasa ajoyib bo'lar edi. Biz o'sha xalqimiz, o'sha Sho'rqo'rg'on xalqi, Sho'rqo'rg'on va Tog'oqo'chi xalqi Glavni asfaltiga, sentralni asfaltiga 12 ming rubldan pul yig'dik. Uni adashmasam bir 50% odamlar pul berdi. Kimdir 15 ming berdi, kimdir 20 ming berdi. Qo'lida qancha davlat ko'p bo'lsa, insonlarda shuncha ko'p berdi. 100 ming berdi, 100 ming bergan kishilar ko'p bo'ldi, 200 ming bergan kishilar ko'p bo'ldi. Atak sredniy 20 ming, 30 ming ko'p bo'ldi. Shunda bir 50%, adashmasam 40-50% insonlar pul berdi. O'sha pullar bilan yig'ilgan pullar bilan ularga biz sentralni ko'chalarimiz bo'ldi. Sho'rqo'rg'on va Tog'oqo'chi qishlog'ining sentral ko'chalari bo'ldi.
agar men Xamirjonov ko'chalarini ko'rdim, o'sha sentralniy ko'chalardan bizniki o'xshab unchalik katta emas sentralniy ko'chasi. Masalan, biz Tog'ochiq qishlog'iga tushayotgan kottejni почти 6 metr qildik. Sentralniy tushayotgan ko'chalaring 6 metr emas, chamasi yerda 4 metr qilsalang yo'l bo'lar ekan. O'sha hisob-kitob qilib bir 10 ming rubldan Xamirjon xalqdan shu 10 ming rubldan qilsa, hamma shu marshrutga yurayotgan ko'chalar bo'lar ekan, sentralniy ko'chalari. 10 ming rubldan yig'ilsa. Onun için albatta boylar ko'p sizlarda. Ko'plarni bilamiz. Boylar himmatini baland qilib 50 ming, 100 ming, 200 ming shastansiyaga qarab bersa, lekin mana bu ba'zi bir insonlarda qissasida nima deydi, sharoiti yo'q insonlar bor, o'shalarni taqiyotib ketadi. O'sha boylarga bergan pullari ba'zi bir o'sha sharoiti yo'q insonlarni bekitib ketadi. Ana shunda bir summa tezroq yig'iladi. Biz shunaqa qildik. Nashodan shu boylar, qo'lda puli bor insonlar, bizimcha kambag'allardan, kambag'al taqiyotganlar lekin o'sha sharoiti yo'q insonlardan ko'p trebut qilmadikki, boylar ko'p bergani uchun. Shuning uchun boylar qimmatini ko'rsatsa ajoyib bo'ladi haqiqatda. Shu 12 ming rubldan biz start qo'yavergan edik. Sentralniy ko'chalar bo'lib ketdi. Keyin sentralniy ko'chadan tushgan ko'chalar o'sha yashaydigan mahallasiga qarab, mahallada nechta darvoza bor, nechta inson bor, kimlar sharoit ko'taradi, o'shanga qarab pul bo'lindi. Ba'zi bir ko'chalar o'sha sentralniy ko'chadan tashqari mayda ko'chalar o'zlarining ko'chasini qilgan paytda yerda bir 60 mingdan yerda, 50 mingdan yerda, kimdir 40 mingdan yerda shunaqa qilib mayda ko'chalar ham bo'lib ketdi bizniki. Keyin mana mayda sentralniy ko'chani qilganda albatta bunda 5-6 kishi bosh bo'lishi kerak. Bir-birini shu podeshka qilib og'ir va yengil kunida o'sha tanlangan o'sha insonlar nima deydi, mas'uliyatli his qilayotgan insonlar o'rtaga chiqib olsa ajoyib bo'ladi bu narsani, sentralniy ko'chanikini. Keyin mayda mahallalardan aktiv insonlarni tanlab o'zlari mas'uliyatni bo'yniga olib chiqdilar. Har bir mahallada bir mahalla komiteti bo'ladi baribir, aktiv insonlari. O'shalar bosh bo'lib o'zlarining mahallasiga pul yig'di. Asfalt bizdan bo'ldi. To есть tashkil qilib berish, o'shalarga gaplashib berish, sentralniy asfalt kelgan paytda ba'zi ko'chalar o'zlari olib kelishdi. Konvodonda asfaltlar kvadrat metriga 85 so'mdan shekillik podgotovka qiladi va asfalt qilib berishadi. O'zimizning Konvodonda asfaltlar ham yaxshi kelyapti. Ham arzon. Biz xo'jandlikka boshida xo'jandlikka urg'izdik, 95 so'mdan tushdi podgotovkasi bilan bizga qimmat bo'ldi. Har bir kvadratdan biz yutqizdik. Endi har bir inson ham boshida noto'g'ri qadamlar bilan boshlaydi, xatolar bilan boshlaydi. Beayb Parvardigor. Shuning uchun keyingi qadamlarda Konvodon bilan ishlaganimizda, Konvodonniki ham asfalt ham yaxshi ekan, xo'jandlikdan qolishmas ekan, ham kvadrat metr arzon ekan. Shuning uchun Konvodonni o'zimizda Konvodon bilan qilsalar ajoyib bo'ladi, ham arzon, ham xalqqa ham o'zlariga ham oson bo'ladi. Endi bilganimizni bo'lishdik. Albatta bu narsa biz aka-uka, yon qo'shni biz Xamirjon xalqimizga hurmat qilamiz. Shuning uchun bilganimizni aytib o'tdik. Xudo xolasa albatta bo'lib ketsa juda ham ajoyib bo'ladi. Shu savolga sherik bo'lib qoladik biz ham. Xudo xolasa qo'ldan kelsa bizning podlishkadagi Xamirjon xalqi uchun salomat bo'linglar. Rossiyada yurgan insonlar, chet davlatda yurgan insonlar uncha bilishmaydi. Ko'chalarda videoga olib ketyapmiz. Xudo xolasa ajoyib bo'lardi.